Zelenskiy bahsiy hududlar bo'yicha Putin bilan uchrashmoqchi. Bu sun'iy intellekt. Valuyev Markaziy Osiyoga tahdid qilmaganini aytdi. AQSh Yaqin Sharqda harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Rossiya dronlari 200 dan ortiq yo'lovchisi bor poyezdga hujum qildi. Qurbonlar bor. AQShda kuchli bo'ron oqibatida halok bo'lganlar soni 30 nafarga yetdi. Turkiyada ayollar o'zbekistonlik ayolning o'ldirilishi ortidan namoyishlarga chiqdi. Yevropa Ittifoqi oliy diplomati Kaja Kallas Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenni diktator deb atadi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Ukraina prezidenti Zelenskiy hududlar va Zaporojye atom elektr stansiyasini nazorat qilish bo'yicha hal qilinmagan masalalarni muhokama qilish uchun Putin bilan shaxsan uchrashishga tayyor. Bu haqda Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sybiga Европейская Pravda nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Prezident aynan shu masalalarni hal qilish uchun Putin bilan uchrashishga va ularni muhokama qilishga tayyor, dedi Sybiga. U tinchlik jarayonida aynan shu ikki masala bo'yicha hanuz kelishuvga erishilmaganini aytdi. Shu bilan birga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan alohida uchrashuv o'tkazish zaruratini ko'rmayotganini bildirdi. Sybiga muzokaralar chog'ida o't ochishni to'xtatish parametrlari, shuningdek ehtimoliy sulhni monitoring qilish va tekshirish tartibi batafsil muhokama qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, tinchlikka erishish bo'yicha kelishuv modeli ikkita hujjatni nazarda tutadi. Xususan 20 banddan iborat bitimni Ukraina AQSh bilan imzolaydi. AQSh esa Rossiya bilan alohida hujjat tuzadi. Hozirda tomonlar aynan birinchi hujjat ustida muzokaralar olib bormoqda. Yevropa tinchlik jarayonida ham, xavfsizlik kafolatlari bo'yicha kelishuvlarda ham ishtirok etmoqda. Ukrainada AQSh qo'shinlari bo'lmaydi. Biroq ayrim yevropalik hamkorlar o'z harbiy kontingentini joylashtirishga tayyorligini tasdiqlamoqda. Ammo shubhasiz, bu faqat AQSh tomonidan beriladigan kafolatlar mavjud bo'lgan taqdirdagina amalga oshishi mumkin, dedi Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari. Avvalroq rossiyalik sportchi, og'ir vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Nikolay Valuyev Rossiya 30 yildan buyon sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yumshoq siyosat qo'llagani, endi ularga qattiq choralar ko'rish zarurligini aytib chiqqani aks etgan videolar tarqalgandi. Sportchi ushbu video sun'iy intellekt tomonidan tayyorlanganini ma'lum qildi. Valuyevning so'zlariga ko'ra, bu video boshidan oxirigacha qayta ishlangan va internetda nafrat qo'zg'atish uchun tarqatilgan. Bu voqea sun'iy intellekt bilan bog'liq. Aniqligi shuki, ba'zi odamlar uni ishlatib aytilgan so'zlarni buzish yoki undan ham yomoni, hammasini boshidan oxirigacha yaratmoqchi bo'lishgan. Maqsad nima? Juda oddiy. Bugungi kunda internet nafaqat foydali ma'lumot manbai, balki xavf manbai ekanligi hammaga ma'lum. Video rolik shaklida taqdim etilgan ma'lumot hamisha ko'ruvchi va tinglovchini ishontirishga mo'ljallangan. Shu yerda sun'iy intellekt juda qulay vosita bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda texnologiyalar yordamida insonlar ishtirokisiz filmlar suratga olinishi mumkin. Bu ish allaqachon amalga oshirilgan. Faqat farqi shundaki, endi bunday texnologiya keng ommaga ochiq, degan sportchi. Uning qo'shimcha qilishicha, bugun sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar barcha tomonidan qo'llanilmoqda va bu internetda yolg'on ma'lumotlarning ko'payishiga olib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Valuyevning tahdidlariga javoban o'zbekistonlik professional sobiq bokschi Ruslan Chagayev javob qaytargandi. AQSh harbiy havo kuchlari Yaqin Sharq mintaqasida Agile Spartan nomli ko'p kunlik harbiy mashg'ulotlar boshladi. Bu haqda AQSh harbiy havo kuchlarining markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi mas'ul hududida kuchlarni tezkor joylashtirish va jangovar harakatlar olib borish imkoniyatlarini namoyish etishdir. General-leytenant Derek Frasning aytishicha, uchuvchilar murakkab sharoitlarda tarqalib harakat qilish, faoliyat yuritish va jangovar parvozlarni amalga oshirishga qodir ekanini isbotlamoqda. Uning ta'kidlashicha, ushbu mashg'ulotlar uchuvchilarning jangovar tayyorgarligini saqlashga xizmat qiladi hamda aviatsiya zarur bo'lgan hududlarda doimiy tayyor holatda bo'lishini ta'minlaydi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, mashg'ulotlar doirasida kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda harakat qilish uchun harbiy guruhlar bir nechta hududlarga joylashtiriladi.
O'zgaruvchan sharoitlarda taktikalar, usullar va amaliy tartiblarni ishlab chiqish, shu bilan birga mas'uliyatli harbiy mavjudlikni saqlab qolish rejalashtirilgan. Shu bilan birga bu mashg'ulotlarning davomi Eronga zarba yo'llash bilan yakunlanadi, degan ssenariy ham yo'q emas. Tramp dastlab buni inkor etgan bo'lsa-da, keyinchalik hammasi o'zining qo'lida ekanligi va Eron hokimiyatini almashtirish vaqti kelganini ko'p bora ta'kidladi. Avvalroq AQShda qor yog'ishi va sovuq bilan birga kelgan bo'ron oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Hozirda kuchli qishki bo'ron oqibatida halok bo'lganlar soni 30 nafarga yetgan. Bu haqda WPRI xabar berdi. Manbaga ko'ra, 27-yanvar kuni Arkanzasdagi Yangi Angliyagacha bo'lgan yerlarda taxminan 2100 kilometr hududda yarim metrdan ortiq qor yog'gan. Bu transport harakatining to'xtashiga, reyslarning bekor qilinishiga va maktablarning yopilishiga sabab bo'lgan. Harorat ba'zi joylarda -31 darajagacha tushgan. Sinoptiklar Arktika havosining kirib kelishi va AQShning sharqiy qirg'og'ida yana bir bo'ron bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Shiddatli bo'ron qurbonlari orasida Massachusets va Ogio shtatlarida qor tozalagichlar ostida qolgan 2 kishi, Arkanzas va Texasda chanada uchayotganda halok bo'lgan o'smirlar, Kanzas o'rmonida topilgan bir ayol ham bor. Politsiya dam olish kunlari Nyu-York shahri ko'chalarida 8 kishining jasadini topgan. Do'l yog'ishi tufayli elektr uzatish liniyalarining uzilishi asosan janubiy shtatlarda yashovchi 560 mingdan ortiq aholining elektrsiz qolishiga olib kelgan. Istanbulda o'zbekistonlik Durdona Hakimovaning o'ldirilishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Ayolning jasadi Shishli tumanidagi chiqindi qutisidan topilgan. Bu jinoyat keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Turkiyaning Sabah nashri ma'lumotlariga ko'ra, fojia haqida 24-yanvar kuni kechqurun ma'lum bo'lgan. Duatepa mahallasida ikkilamchi xomashyolarni yig'ishtirayotgan O.Ch. ismli shaxs Quyulubog' ko'chasidagi chiqindi qutisida turgan o'ramda ayolning jasadini topgan. Erkak topilma haqida politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan kriminalistlar konteynerda ayolning boshsiz jasadini topdi. Keyinroq qo'shni ko'chalarni ko'zdan kechirish chog'ida jasadning qolgan qismlari solingan jomadon topildi. Xabar berilishicha, jinoyat izidan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi Turkiyadagi Gurjistonga uchib ketmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Durdona Hakimovaning o'ldirilishi Istanbul va Anqarada norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Istanbulda aksiya ishtirokchilari Usmonbey metro bekatidan marhumning jasadi topilgan ko'chagacha piyoda yurib bordi. Namoyishchilar migrant ayollar yolg'iz emas va ayollar hayoti muhim degan yozuvlarni ko'tarib olgan edi. Yevropa Ittifoqi oliy diplomati Kaja Kallas Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenni diktator deb atadi. Bu haqda Politico nashri ismini oshkor etmagan yuqori lavozimli amaldorga tayanib xabar bermoqda. Manbaning aytishicha, Yevropa tashqi aloqalar xizmati rahbari Kaja Kallas tashkilot ichida Ursula von der Leyenni diktator deb tanqid qiladi. Biroq unga qarshi deyarli hech narsa qila olmaydi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen bilan Kallas o'rtasidagi munosabatlar yomonligining asosiy sabablaridan biri vakolatlar va ta'sir doirasi ustidagi bahs hisoblanadi. Politico'ning eslatishicha, o'tgan yili Yevropa tashqi aloqalar xizmati o'z ta'sirining bir qismini yo'qotgan. Bunga Yevrokomissiya Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va Fors ko'rfazi bo'yicha bosh direktorlikni tashkil etgani sabab bo'lgan. Natijada O'rta Yer dengizi mintaqasi bo'yicha mas'uliyat Kallasdan olingan. Kiyevda Belarus KGBsi agentkasi qo'lga olindi. Ukraina razvedkasiga kirishga uringan u. Ukraina poytaxti Kiyev shahrida Belarus maxsus xizmatlariga ishlagan ayol agent qo'lga olindi. Manbalarga ko'ra, gap Inna Kardash ismli shaxs haqida ketmoqda. Tergov ma'lumotlariga qaraganda u o'zini jurnalist sifatida ko'rsatib, Ukrainadagi ommaviy axborot vositasida ishlagan va shu orqali siyosatchilar, harbiylar, diplomatlar bilan aloqa o'rnatishga harakat qilgan. Shu bilan birga u Ukrainada Rossiyaga moyil siyosiy tuzilmalar, xususan Viktor Medvedchuk bilan bog'liq tarmoqlar bilan aloqada bo'lgani aytilmoqda. Ma'lum qilinishicha, Kardash Ukraina qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi tizimiga ishga joylashishga uringan paytda shubha uyg'otgan. Shu zahoti Ukraina xavfsizlik xizmati va razvedka organlari uni maxsus nazorat ostiga olgan. Keyinchalik Ukraina maxsus xizmatlari uning orqali Belarus KGBsiga ataylab noto'g'ri ma'lumotlar uzatib, maxsus operativ o'yin o'tkazgan. Bu orqali Belarus razvedkasining usullari, ularning Ukrainadagi qiziqish sohalari aniqlangan.
Hozirda Inna Kardash rasman hibsga olingan va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Agar aybdor deb topilsa, unga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, ushbu holat Ukraina va Belarus maxsus xizmatlari o'rtasidagi yashirin razvedka kurashi qanchalik keskinlashganini ko'rsatadi. Rossiya qo'shinlarining Sharq guruhi razvedka bo'linmalari Dnipropetrovsk viloyatidagi aholi punktlaridan birida Ukraina qurolli kuchlari dron bo'linmalari faoliyat yuritgan maxsus joyni aniqladi. Ma'lum qilishicha, ushbu obyektda dron operatorlari yig'ilgan. Ularning harakatlari muvofiqlashtirilgan. Vazifalar taqsimlangan. Qaysi hududlarda ish olib borishi belgilab olingan. Ya'ni bu joy Ukraina dron bo'linmalarining boshqaruv va muvofiqlashtirish markazi sifatida foydalanilgan. Aniqlangan obyektga Rossiya qurolli kuchlarining Tornado S reaktiv zal tizimi orqali yuqori aniqlikdagi o'q-dori bilan zarba berildi. Zarba natijasida dron operatorlari yig'iladigan joy to'liq yo'q qilingan. U yerda bo'lgan texnik jihozlar, aloqa vositalari va boshqaruv uskunalari ishdan chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, obyekt butunlay bartaraf etilgan va Ukraina dron bo'linmalarining ushbu hududdagi faoliyati jiddiy zarar ko'rgan. 27 yanvar kuni Rossiya armiyasi Ukrainaning Xarkov viloyatida yo'lovchi poyezdiga Geron turidagi dron bilan hujum qildi. Hujum vaqtida poyezdda 200 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Mahalliy prokuratura ma'lumotiga ko'ra, 2 dron poyezd yoniga tushgan, 3-dron esa to'g'ridan-to'g'ri vagonga tekkan. Oqibatda yong'in kelib chiqqan. Hozircha kamida 5 kishi halok bo'lgani ma'lum. Jasad bo'laklari topilgan. Ularning shaxsi DNK tahlili orqali aniqlanmoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu hujumni terrorizm deb atagan. Uning aytishicha, tinch aholiga qarshi bunday zarbaning hech qanday harbiy maqsadi yo'q. Dron tekkan vagonda 18 nafar odam bo'lgan. Shu kecha Rossiya tomonidan berilgan keng ko'lamli zarbalar oqibatida Xarkov shahri va viloyatining 80% elektr ta'minotisiz qolgan. Hozircha Rossiya Mudofaa vazirligi bu hujum bo'yicha rasmiy izoh bermagan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yildan boshlab Geron dronlari harakatdagi nishonlarni ura oladigan bo'lgan.